Zakaz qilgan ovqatim keldi, chiqib ko'ramiz. Menimcha bu katta. Ikki kishi ovqat zakaz qilib qo'yman shekilli. Buning ichida nimalar bor ekan? Mana qaranglar, eshik ekan. Bugun Meksikaning milliy taomini yeymiz. Souslar. Yana sous. Uchun mito zakaz qilib qo'yaman. Bu nima? Sirli makka yeb ko'rganmisizlar? Vashshe jo'tga chiqadi. Va bosh rollarda bu pizza emas, pizza deb o'ylamanglar. Tovuqli non, adashmasam. Pizzaga o'xshab pishirilgan tovuqli non. What? Qani, bismillah. Buning ichida sir, piyoz, tovuq, yana allambalolar bor ekan. Buni qatiqqa botirsangiz zo'r bo'ladi. Qani, bismillah. Qatiqqa botirib yesa. Buni retseptini profilimga qo'yaman. Chunki men shunaqa Meksikani tovuqli non pishiradigan joyda ishlaganman, bilaman qanaqa pishirilishini. Uyimizda masalliq yo'qligi uchun zakaz qilib yeyman. Qatiq bilan vashshe zo'r ketadi. Qatiqdan ko'proq zakaz qilsam bo'lar ekan. Buning ichiga 2 xil sir qo'shibdi. Vashshe zo'r.